Xo'sh, assalomu alaykum. Darsimizni boshlab oldik. Endi birinchi navbatda e'tibor beradiganimiz part 1da nima qilamiz? Part 1da bitta odam gapiradi, mana bu ko'rsatib o'tay. Bitta odam gapiradi, uning gapiga mos javob berishimiz kerak. Bu uchun bizga birinchi navbatda 3 ta eng muhim grammatikani bilib olishimiz kerak. Ya'ni birinchisi qaysi? Birinchisini oladigan bo'lsak bu qaysi so'roq so'zda so'rayapti? When, where, how often. Misol uchun sizga qarab, misol uchun aytadigan bo'lsak, where is Tom deyapti. Aytaylik, where is Tom? Biror bir so'zga aytib, where is deb, where bilan javob berdi. Agar siz unga at 3 o'clock desangiz, bu juda qo'pol xato bo'ladi. Chunki where bilan so'radi. Bu yerda tekstni to'liq tushunish shart emas. Siz faqat mana shu where, how often birinchi so'zga e'tibor bering. Agar so'zda bu bo'lsa, hozir ikkinchisiga ham qaytaman. Bunaqa bo'lmasa agar. Endi where dedimi, javob nima bo'lishi mumkin? In, misol uchun in London. Londonda. Yoki at home, in the park. Qayerdadir bo'lishi mumkin. Mana bu endi joy bilan javob beramiz. Juda ham zo'r tushadi. Tushunarli? Biz mana shunisiga e'tibor beraylik. Endi ikkinchi holatga sal qaraylik. Misol uchun aytaylik, how often? Bu qanchalik tez-tez deb. Bu boshqa javobda mana shuni o'zi asosiy e'tibor berishimiz kerak bu narsada. Chunki birinchi how often degandan keyin variantlarda how oftenga bittagina mos variant bo'ladi. How often do you misol uchun play tennis? How often do you play tennis? Go shopping. Siz qanchalik tez-tez, biz buni tarjimasini, vokabulariyasini tashlab beraman gruppamizga va u yerda ko'rib chiqishingiz mumkin. Ya'ni har bitta how often, where ladi o'zbekcha variant. Ya'ni how often qanchalik tez-tez, how long qanchadan beri tushuntirish. Har bittasi berib o'tgan. How often do you How often do you go shopping? Ya'ni qanchalik tez-tez siz shoppingga borib turasiz desada, siz unga qarab market desangiz, market. Misol uchun market. Bu sizdan where demayapti. Bu yerda where degan javob yo'q, where degani yo'q. Bu juda ham xato. How often deyapti, qanchalik tez-tez deyapti. Bu sizga yana aytaylik, on Sundays ham deya olmaysiz. Ya'ni dushanba kunlarida when degani yo'q. How often deyapti, ya'ni qanchalik tez-tez deyapti. Biz e'tibor beraylik. Nima bo'lishi mumkin? Xo'sh, twice a week. Haftasiga 2 marotaba. Bu ham zo'r tushadi. Ya'ni haftasiga 2 marotaba borib turaman. Tushunarli? Demak, birinchi navbatda siz qaysi so'roq so'zda so'rayotganini tushunib olishingiz kerak. Hozir namuna bilan ham tushuntirib beraman bu yoqda. Ikkinchisi, zamonlariga e'tibor bering. Did you dedimi, do you dedimi, will dedimi, where dedimi, is he dedimi, will dedimi, qaysi bir zamonda aytadi. Misol uchun have misol qila oladigan bo'lsak, xo'sh, have you watched this film? Misol uchun bu film tomosha qilganmisiz dedi. Misol uchun bu film tomosha qilganmisiz desa, nima deyishimiz mumkin? Bu yerda have bilan so'rayapti. Biz mana shunga yaxshilab qarab olamiz. Zamoniga nima deyishimiz mumkin? I watch TV. Misol uchun I often watch TV. Bu yerda birdaniga bilingki, zamoni umuman tushmaydi. Bu yerda present simple bo'lyapti. Bu yerda have you bilan beryapti. Nima deyishimiz mumkin? Have deb javob qaytarishimiz kerak. I have already watched it. Misol uchun men uni allaqachon tomosha qilganman. Yoki yes I have, no I haven't bilan javob bersak ham bo'ladi. Lekin zamonimiz tushishi kerak. Tushunarli? Bu yerda hozir tinchgina yes I have deb qo'ya qo'ying. Yes I have. Tushunarlimi? Yes I have. Good. Yes I do, yes I will deyilmaydi. Zamoniga e'tibor beramiz, please. Mana ketdi. Endi bu yoqqa kelaylik. Misol uchun to be bilan so'rayapti. Nima bilan so'rayotganiga e'tibor beraylik. Misol uchun is Jack in the kitchen? Is Jack in the kitchen? Ya'ni Jack oshxonadami deyapti. Is bilan so'rayapti. Biz e'tibor beramiz. Oshxonadami deyapti. Xo'sh. Nima deyishimiz mumkin? Albatta isga o'xshatib javob qaytaramiz. Xo'sh. No. Misol uchun aytaylik, noto'g'ri javob berib qo'yaylikchi. Will come soon. Misol uchun will come soon. Qarang, bu yerda boshqa gap aytyapti. Jack oshxonadami? Jack tezroq keladi. Umuman tushmaydi. Ya'ni will boshqa zamonda gapiryapmiz. Endi shunga mos javob beradigan bo'lsak, Jack is there now. Jack u yerda hozir. Ya'ni Jack is there now. Ha, Jack o'sha yerda hozir. Tushunarli?
Salgina zamonlarga e'tibor bersak, topamiz. Hozir yana buni ko'rsataman. Endi pronounce'ga e'tibor beraylik-da. I, you, we, they. Siz bitta harfda kerakli nuqtasiga e'tibor bering. Misol uchun, birinchi question so'ziga e'tibor bering. Agar undan topa olmasangiz, zamoniga. Undan topa olmasangiz, pronounce'ga e'tibor bering. Misol uchun, aytaylik, do you know Tom dedi. Do you know Tom? Do you know Tom desa, nima deb javob berishimiz mumkin? Yes, you do. Qanaqasiga yes, you do? Qanaqasiga yes, you do? Do you deyapti. Siz Tomni bilasizmi? Siz ha, siz bilasiz deymizki, ha, men bilaman deyishimiz mumkin. Shuni, ha, men bilaman deyishimiz mumkin. Tushib ketadi. Nima bo'lishi mumkin? Yes, I do. Mana bu yerga e'tibor bering. Yes, I do. Hay, tushunarli? Qanaqasi? Qaysi olmosh? You bilan so'radi, biz I bilan javob berishimiz kerak. To'laligicha yashirib qo'y, tushunarliroq bo'ladi. Keyingisi, misol uchun aytaylik, did misol uchun aytaylik, did Anna arrive? Did Anna arrive? Misol uchun aytaylik, did Anna arrive desa, nima deymiz? Xo'sh, I did not see him. Qarang, mana bu yerda him qo'ydi. Atayin chalkashtirish uchun, yo uni ko'rmadim deb. Xuddi chalkashtirish uchun, halicha ko'rganim yo'q deganday qilibdi. Chalkashtirish uchun him qo'ydi. Please e'tibor beramiz. Him bu o'g'il bola uchun ishlatadi. Bunga ishlatadigan bo'lsak, xo'sh, yes, I just saw him. I just saw him. Endi salgina saw her. I just saw her. Endi salgina e'tibor beraylik-da. Aynan so'raganda javob bermaslik mumkin. Sal o'zgartirish mumkin. Ma'nosi chiqsa, bu. Ya'ni, ha, men uni hozirgina ko'rdim. Ha, uni hozirgina ko'rdim. Please e'tibor beramiz. Her'da ishlat. Olmoshlarni tushunib olishlari shart. Bu bo'yicha ham vocabulary tashlab beraman. Part 1 bo'yicha, ya'ni part 1da eng ko'p uchraydigan olmoshlar, mana bu where, what, whenlar har bittasini ko'rib chiqishimiz kerak. How often, how far, har bittasini farqini tushunali? Taxminan 50 tadan so'z bor. Ana endi namuna yordamida tushuntirib o'taman bitta-bitta. Tushunarli? Boshladik. Birinchida audioni o'qiylik. Speaker 2. Speaker 1. Speaker. How often do Speaker 1. Speaker 1. How often do you play tennis? How often do you play tennis? Ketdi. How often? Bu so'z e'tiborlaylik. How often deb so'rayapti bizdan. How often desa with degan joy yo'q-ku bizda. Nima bilan o'ynaysiz degan joy yo'q-ku. Xato qilamiz buni. Keyingisi where degani yo'q. Bu nima uchun? Where uchun bo'ladi, chiqib ketadi. Bitta variantimiz qiladi once a week, ya'ni haftasiga bir marta. Good job. Tushunarli? How often ga e'tibor qarating. Agar how often topa olmasam, zamonga o'taman. Zamonga topa olmasam, olmoshlar o'taman. Tushunarli? Keyingisi Speaker 2. How long have you been living in Hong Kong? How long have you been living in Hong Kong? Hech u yog'i kerak emas, shuning uchun mana shu yozib o'tganim yo'q, qarang. How long deyapti. How long. Bo'ldi, ya'ni how long deganda ular biladi examinerlar, sizni longga adashishingizni. How long degani qanchadan beri. How far desa masofani yozishingiz mumkin. Bu yerda how far desangiz masofani yozishingiz mumkin. Lekin bu yerda how long deyapti. Demak, javobimiz masofani so'ragani yo'q. Bo'lmaydi, bu chiqib ketdi. Keyingisi 20 years ago when desa zo'r tushadi. 20 yil oldin deganimiz yo'q. Qanchadan beri yashayapsiz desa 20 yil oldin. Umuman tushmaydi. Bu ham chiqib ketdi. Bitta variantimiz qolibdi. For 20 years. For deb bilamiz qachon ishlatiladi? Dan beri deyish uchun ishlatiladi. Ya'ni grammatikada berib o'tilgan 20 yildan buyon shu yerda yashayapman degan ma'noga keladi. Keyingisi Speaker 3. Where does the meeting take place? Where does the meeting take place? bo'ldi. Where? Mana bu yerda qarang, where dedi. E'tibor beramiz, where dedi. Ya'ni qayerda dedi. Bo'ldi. Aytaylik, qayerdadan boshqa so'zga e'tibor bermadim. Mana bu so'zlarni unutdim deylik. Eshitmay qoldik. Boshladik. Bu yerda vaqt kerak. Vaqt kerakmi? Misol uchun aytaylik, Jack qayerda desa soat 2 deymizmi? Tasavvur qilaylik-da, vaqt so'rayotgan. Bu yerda joy so'rayotgan paytda biz vaqt aytsak. Noto'g'ri. Endi bunga qaraymiz. Xo'sh, savdo natijalarini tekshirish uchun qayerda deyapti? Why desa zo'r tushadi, lekin qayerda deyapti? Savollarga e'tibor beramiz. Aytgandek, bu savollar ro'yxatini tashlab beraman. O'zimizda maxsus kursimizda har bittasi bilan ta'minlab o'tiladi. Tushunarli? Ketdi. Oxirgisi in room C12, ya'ni C2
12 C12 xonada bo'lib o'tadi majlis. Where ga eng zo'r tushadigan variantimiz. Keyingisi. Speaker 4. Do you know Claudia? Do you know Claudia? Yeah. Do you know Claudia? Do you know Claudia? Do you? Mana bu yerda where per yo'q ekan. Birinchi mana bunga e'tibor qarataylik. Do you deb savol berdi. Yes I know bo'lmaydi. Yes I know bu grammatik jihatdan xato. Do you bilan savol bersa, yes I do bilan javob qaytarishimiz kerak. Mana bu not ham tushmaydi. Nima uchun boyagina anavilarni zamonlar ko'rsatganda tushuntirdim. Do you bilan savol bersa, I'm not, I am no tushmaydi. Bitta variantimiz yes I do. Yes I do. Tushunarli? Good job. Endi keyingisi o'tadi 5-si. Speaker 5. Have you been waiting long? Have you been waiting long? Ketdi. Mana have you been waiting long? Anchadan beri kutayotdingizmi? Anchadan beri kutayotdingizmi deyapti. Anchadan beri kutayotgan edingizmi? Ketdi. Xo'sh, 5 miles long. Ular biladi longni bu yerda siz ma'nosini bilishingiz kerak. Long degani bu vaqtga nisbatan qancha uzun, ancha vaqtdan beri kutayotdingizmi deyapti. Agar siz javob topolmay qoldingiz deylik, mana shu yerda biz o'rgangan narsalardan birortasi yo'q deylik. Siz nima qilasiz? To'xta. In conversation hall. Bizadan where dedimmi? Yo'q. How far dedimmi? Masofa dedimmi? Yo'q. Mana topolmay qoldingiz degan taqdirda ham o'sha javoblar chiqmadi. Siz o'ylagan bo'lmadi degan taqdirda ham siz ikkita xato javob olib tashlaysiz va ayni olamiz. Imtihonda qanday qilamiz? Imtihonda vaqt ko'p ketib qoladi deydiganlar uchun aytib o'taman. Buni ishlagandan siz to'g'ri imtihonga kirmaysiz. Bu bizning qo'shimcha darslarimiz sifatida siz mana shu darslarni ko'rgandan so'ng o'zingiz ancha praktika qilgan bo'lishingiz kerak, kamida 10-15 martadan. Tushunarli? Shunda ham ana endi tushunarli bo'ldigan umiddaman. Ikkitasini o'chirdik, to'g'ri javob keldik, belgilab oldik. Good job. Keyingisi. Speaker 6. Can I have extension 470, please? Can I have extension 470, please? Can I have extension 470 please? Ya'ni 470-xonamni biroz muddatini uzaytirsam bo'ladimi deb biz e'tibor beramiz. Bunga qarab nima deyishimiz mumkin? When demayapti yana. Chiqib ketadi. When degani yo'q. Xo'sh, where degani yo'q. Bu ham chiqib ketadi. Bittagina variantimiz qoladi. Nima deymiz? Iltimos kutib turing. Juda ham zo'r variantimiz. Iltimos kutib turing. Good job. 7-siga qaraylikchi. Speaker 7. Would you like to see around the research center? Would you like to see around the research center? Would you like to see our research center? Biz research centerimizni ko'rishni xohlaysizmi debdi. No I want. Zamoni tushmaydi. Would you bilan beryapti. Yes I like it. Present simple bo'lib qoladi. Would you bilan beryapti. Bitta variantimiz qoladi. Qaysi bo'lar ekan? I'd love to. Ya'ni bajonidil. Bajonidil. Good job olamiz. Belgilab qo'yamiz. Oxirgisi. Speaker 8. Do you have any baggage to check, Mr. Howard? Do you have any baggage to check, Mr. Howard? Do you have any baggage? Ya'ni biror bir yukingiz bormi deyapti. Biror bir yukingiz bormi deyapti. Mana shunga e'tibor qaratib, biror bir yukingiz bormi desa, where degani yo'q. Where desa uni olishdik. Tushunarlimi? Where degani yo'q. Yes I did. Zamoni tushmaydi. Yes I did. Qanaqasi did do you bilan so'rayotgan paytda tushmaydi. Just a suitcase. Faqat shu chamodonim bor. Faqat shu chamodonim bor. Ya'ni tushuntirmoqchiman, agar topolmay qoladigan bo'lsak, xato javoblar o'chirib yuboring. Bittagina sizda aniq variant qoladi. Tushunarli? Demak, umid qilamanki, birinchi grammatika darsimiz juda ham foydali bo'ldi. Albatta tushuntirib o'taman. So'zga e'tibor bering. When, where, how often buni kanalimizdan, masalan, o'sha dars o'tadigan onlayn dars kanalimizdan topishingiz mumkin. Albatta videoni tagiga joylab qo'yaman. Keyin zamonlar bilib olishimiz kerak. Where, did, how, where, they, is, she, mana shularga e'tibor beramiz. Keyin pronounslar ko'rib olishimiz kerak. Are you, where, qaysi pronounsni so'rayapti va siz qaysi pronounsda javob qaytarishingiz kerak. Tushunarli? Mana namuna berib o'tildi. Va o'zi buni ko'rib bo'lganimizdan keyin videoni ko'rib bo'lganimizdan so'ng ba'zi bir partmon videolar bilan ishlab shu texnikani sinab ko'ring. Foydali bo'ldigan umiddaman. Keyingi video darsimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.